أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Biz ilgirki derslerimizde kitabımızdaki asasi temi olan birincisi ilmu tefsirininki, usulü tefsirininki tarifatı, tefsirinin tarifatı ve tevilden tefsirinin oturdaki farklar. Andikin usulü tefsirininki temisi, gayesi, nişanı, derecesini bayan qilib o'tgandan keyin ikkinchi temada tefsir ilmininki paydo bo'lish va besib o'tgan bosqichlar haqida so'zlagan edik. Tefsir ilmining besib o'tgan bosqichlarini Payg'ambar alayhissalomning davridagi tefsir, sahobalarning davridagi tefsir, tabiinlarning davridagi tefsir va tadvin davridagi tefsir deb 4 o'ringa bo'lgan. 4-chi o'rin olgan tadvin davridagi tefsirini o'z ichidan tefsirininki taraqqiyotining o'zgarish ahvoliga qarab 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi marhalaga bo'lib, 2-chi mazmunni oxirlashtirgan. 3-chi mazmunda kitobimizda mufassirlarninki sabablarining, ixtiloflarining sabablari haqida to'xtalib, 9 sababga bo'lib buni oxirlashtirgan. Undan keyin asalibut tafsirga keldik. Tefsirining uslublarini, tefsir tahlili, tefsir ijmali, tefsir muqarin, tefsir mavdu'i deb 4 uslubga bo'lgan bo'ldik va har birini ma'lum darajada tushunib, ko'zdan kechirib o'tdik. Undan keyingi darsimizda biz turuqut tefsirga kelib, tefsirininki manba nuqtasidan to'ra ikkiga bo'linib, birisi tefsir bil ma'thur, yana birisi tefsir bil ijtihad yoki bir ra'iy deb ikkiga bo'lib bu to'g'riliq ma'lumotlarga ega bo'lgan. Undan keyin manhajut tefsirga kelib, tefsir sohasidagi manhajlar, yani tefsirininki qo'llangan nishon, uslub va tutmangan prinsip nuqtasidan tefsirining manhajini 7 turlik manhajga bo'lgan. Birisi manhaj at-tafsir bil ma'thur, ikkinchisi manhajut tafsir al-fiqhi, uchinchisi manhajut tafsir al-ilmi, to'rtinchisi manhajut tafsir al-aqli, beshinchisi manhajut tafsir al-ijtimai, oltinchisi manhajut tafsir al-bayani, yettinchisi manhajut tazawwuq al-adabi deb 7 turga bo'lgan. Va oldingi darsimizda manhaj at-tafsir bil ma'thurni, manhaj at-tafsir al-fiqhini, manhaj at-tafsir al-ilmi deb 3 manhajni so'zlab o'tgan. Bugungi darsimiz dal shu 7 manhajdanki 4-chisi manhaj at-tafsir al-aqli, ya'ni 4-chisi aqliy tafsir manhaji. Aqliy tafsir deganimiz tafsirni o'zining ijtihodatiga va dinning shariat, ruhiy, dinning prinsiplari, ma'noqdan tushungan tushunchasiga qarab turib tafsir qilish. Ya'ni biz ilgirki turuqut tafsirida ikkinchisiga ayirgan at-tafsir bil ijtihod deganimiz tafsir aqli, yani tafsir ijtihodi yoki tafsir bir ra'yi yoki tafsir bil istinbot degandek nomlar atiladigan tafsir prinsipi. Uni Abdur bu haqda bizga tushuntirish beryapti, qarab boqaylik. Bu asosan biz ilgirki hadislarimizda, so'zlarimizda bu munosabatlik taraflarda asosiy mazmunni bir qur so'zlab bo'lgan, sizlarga nisbatan natunish emas. Tafsirining maturi at-tafsir bil ijtihod deb maturudi, at-tafsir bil ra'iy deb maturidi, at-tafsir bil diroy deb maturidi, at-tafsir bil aql deb maturidi. Bu vaqtda oldingi turuqut tafsirida va uning oldingi darslarda munosabatlik bog'langan o'rinlarda men ma'lum darajada tushunish berib o'tgan. Ma tafsirining tushunchasi, mana paydo bo'lishiga kelsak, ma tafsir islomdagi dastlabki asrda paydo bo'lgan. Chunki sahoba radhiyallohu anhumlar tafsiri Qur'on bilan yoki hadis bilan kamigan oyatlarni o'zining ijtihodoti bilan tafsir qildi. Shundaqla tabiinlarning bahsini ham shunday qildi. Mushu uslubdagi mufassirlar, mayli sahobalardan bo'lsin yoki tabiinlardan bo'lsin, o'zlarining tafsirlarida jumlaning mazmunidan ilingan taqazzo va shariatning quvvatidan ilingan taqazzoga tayanadigan o'zining til va shar'iy bilimiga tayanib tafsir qiladi. Qanaqdir bir oyat kelib qolsa, ma oyatning tafsiri bukun oyat deb oyat ekanmaydi. Ma oyatning tafsiri bukun hadis deb hadis ekanmaydi. Ma oyatning tafsiri bukun sahobaning deb ekanmaydi. Balki shu oyatning tilga tayanib, o'zidagi shariatning ruhiy va shariatga bo'lgan tushunchasiga tayanib turib tafsir qiladi. Mana buni biz tafsir bil ijtihod yoki tafsir al aqli deymiz. Ish mushu bo'yicha davomlashdi, hattoki yo'ldan chetnigan, ya'ni azg'un firqa mazhablar paydo bo'lganga qadar mashta davomlashdi. Ya'ni pokiz demakchi.
Allati bu mazhablar Qur'onning oyatlarini o'zining buzuq mazhablariga mos shaklda, botil ko'z qarashlarga mos shaklda bir shariatga tayanmasdan, to'g'ri til hukmlariga tayanmasdan faqat o'zining ra'yi, xohishi bilan tafsir qilgan holat keldi. Chunki insonchilik, insonning nurg'un g'arazlari, insonning nurg'un ba'zi bir niyatlari, nurg'un razilliklari insonni ba'zi maqsadlarga yetish uchun dinning umumiy ruhini qayrab qolib turib, diniy masalalarda o'z haq ra'yulalloh avomning nasninki avomning fikrini qaytarishga uringan ahvollar bo'ladi. Albatta bu har zamonda bor. Demak, shuning bilan fawaqa'a lihada yuqoridagi ishlar shunday bo'lg'achqa, shunda ba'zi ahvollar yuz bergan bo'lg'achqa tafsir bir ra'yida ixtilof tushdiki, ba'zilar tafsir bir ra'yi to'g'ri. Chunki xuddi tafsir bilma asrningmi agar isnodi tarafi ojiz bo'lib qolsa, akagan asarlar ojiz bo'lib qolsa, u tafsirmi xatarlik yoki xato tafsir yoki asoslanmaydigan tafsirga aylanganga o'xshash tafsir bir ra'yiningmi agar mufassir shart-sharoitni to'liq hozirlab to'g'ri o'lcham bo'yicha qilsa to'g'ri, o'lcham bo'yicha qilmasa xato deb to'g'ri degan fikrda. Ya'ni bularning ichidan tafsir bir ra'yini to'g'ri deb qaraganlar va minhum va ulamalarning ichidan man mana'ahu, ya'ni tafsir bir ra'yini cheklab, shikni taqash uchun, buni o'z ra'yi bilan, o'z ijtihodi bilan tafsir qilishga bo'lmaydi deganlar uchun bor. Hamda tafsir bir ra'yiniki dalillarini ko'rib baqal. Amaliyat inson bilan qarasak, tafsir bir ra'yidan cheklovchilar bilan tafsir bir ra'yini to'g'ri degan dalillar birga akilinsa, tafsir bir ra'yininki shart-sharoitlari hozirlangan bo'ladi amaliyatda. Ya'ni tafsir bir ra'yidan cheklovchilarning bir qancha dalillari bor bo'lib, bu dalillardan birisi Qur'onda ilimsiz gap qilishdan cheklaydigan Qur'onning nasri. Masalan, "Va la taqfu ma laysa laka biha ilmun." Senda haqiqiy bilim bo'lmagan, ma'lumot bo'lmagan, tayanch bo'lmagan, jazmiyat bo'lmagan, fakt bo'lmagan narsalarga qanaqamma ergashma deydi. Yana bir oyatda Alloh "Va an taqulu alallohi ma la ta'lamun." Ya'ni Allohning nazariga cho'nguna, sizlarning Alloh haqida, Allohning ustidan o'zinglar bilmaydigan gaplarni deyishinglar deb ilmsiz gap qilishning harom ekanligini ma oyatda bayon qildi. Bu bir dalil. Ikkinchisi, Qur'onda ilmsiz gap qilishni harom qiladigan hadislar bularning ikkinchi dalili. Payg'ambar alayhisolamninki "Man qala fil Qur'on bighayri ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jundub rivoyat qilgan "Man qala fi kitabillahi azza va jalla bi ra'yihi fa asab faqat akhta." Har qancha to'g'ri desam, uning shu ilmsizligidan qilgan tafsir qilishning o'zi bir xatolik degan hadislar mani illarning, ya'ni tafsir bil ijtihodini cheklovchilarning ikkinchi dalili. Üçüncüsü Allah subhanahu wa ta'ala "Ve anzalna ileyke zikra litubeyyine linnas ma nuzila ileyhim ve la'allahum yetefekkerun" degan oyatda Qur'oni Karimni bayon qilish huquqini Rasulullahga nisbat berganlik. Litubeyyine deb. Ya'ni Allah bayonni Rasulullahga nisbat berdi. Bu shuning dalolat qildiki, Rasulullahning g'ayrininki Qur'onni bayon qilish huquqi yo'q degan dalolat qildi deyotdi. Ma yuqoridagi uchta tafsir bir ra'yidan cheklaguvchilarningki xato deguvchilarning dalili. Endi tafsir bir ra'yini to'g'ri deguchilar bir qancha dalillarni kelgan bo'lib, birinchisi Qur'on oyatlari haqida va Qur'on oyatining ma'nolarini yakunlash haqida tadabbur qilishga chaqiradigan nurg'un naslar bor. Afala yatadabbarunal Qur'on. Bu naslarning hammasini oldida ko'rib o'tgan. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru. Ya'ni ular tafakkur yurgizish uchun. Va law rudduhu ila ar-rusul Rasul ve ila ulul emri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu. Yani Allah ilimlerinin, ma'lumotlarninki istinbat qilgan kishilar tarafidan bo'ladiganligini, istinbat qilgan kishilar tarafidan yakunlab olgan, ijtihod qilgan kishilar tarafidan bo'ladiganligini ma'lum qilganladi. Shundan Allah subhanahu va taolo payg'ambarini kishilarga bayon qilishga buyurib bo'lgandan keyinki tafakkur qilishga buyurganligining o'zimi shuning daliliki kishilarni masalan "Va anzalna ilayka zikra litu" biz sizga zikrni tushirdik demishqa litubayyina linnas deb bo'lib, yani sizlarga bayon qilib berishingiz uchun deb bo'lib, oxirida "Va la'allahum yatafakkurun" ki Rasulullohning bayon qilib berishidan boshqa kishilarning tafakkur qilish huquqimi bor degan o'qim chiqadi. Va undan boshqa oyatlar tafsir bil ijtihodni to'g'ri deguchilarning tayangan dalili. Ikkinchi dalil Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın İbn Abbas qilgan duosi "Allohumma faqihhu fid din va allimhu ta'wil." Bu duoning o'zi
tafsir bil ijtihad bir ra'y bilan tafsir qilishning to'g'ri ekanligidir. Chunki agar tafsir naqli rivoyat bilan qarashib qolsa, butun tafsirlarning hammasi ma'sur bilan bo'lgan bo'lib qolsa, Ibn Abbosga mavduaning xos bo'lganligini alayda ahamiyat. Chunki u vaqtida hamma ish naqli bilan bo'lgan bo'lib qolsa, anglaganning hammasi barobar bo'ladi. Ibn Abbos o'zining g'ayri bilan tafsir sohasida barobar bo'ladi. Alloh payg'ambarning duo qilishning ahamiyati bo'lmaydi. Lekin Rasulullohning Ibn Abbos qilgan duosi bihibzihi la bifiqhi va ilmi ta'wilihi. U vaqtida Rasulullohning duosi Qur'onni yodlash, Ibn Abbosning Qur'onning yodlashi bo'lib qoladi. Qandaqdir Qur'onni tushunish yoki Qur'onning tafsiri bilimiga qarata bo'lmaydi. Lekin Ibn Abbos radhiyallohu anhu Qur'onning tafsiri sohasida ko'zga ko'ringan zot, o'z zamonasiga kishilar tarafidan intayin yaxshi baholab berilgan ni'ma tarjumonul Qur'on degandek Ibn Mas'ud qatorliq dangliq sahobalar Ibn Abbosning tafsir sohasidagi fazilatiga guvohlik bergan. Shuning o'zi Rasulullohning mavduosining ahamiyati hifzdan emas, balki Qur'onni tushunish, Qur'onning tafsiriga munosabat ekanligi iqbol bo'ldi. Fadalla, ano'g'andikin bu hadis shuni dalolat qildiki, adduodan murod naqldan boshqa bir o'qilgan Qur'on tushunishga nisbatan naqldan undan u bo'lsa-mu, dal Qur'oni Karimni o'zining diroyat ijtihadoti bilan tafsir qilish. Uchinchi dalil sahoba radhiyallohu anhumlar bir qism oyatlarda bir qancha yo'llar bilan ixtilof qilgan ahvollar bor. Bir oyatni sahoba unda tafsir qiladi, sahoba bunda tafsir qiladi. Agar tafsir naqli yo'llar bilan bo'lgan bo'lib qolsa, rivoyat orqali bo'lgan bo'lib qolsa, ixtilof tushmagan bo'ladi ularning orasida. Chunki hadis keldi, sahobalar sallallohu alayhi va ta'ala sam'an va ta'atan. Demak, ular bir necha yo'l ixtilof qildi degan gap, bu haqda rivoyat yo'q degan gap, hadis yo'q degan gap. Bularning qilgan tafsiri o'zining ijtihod bilan qilgan tafsiri. Fadalla, mana bu ahvol shuni ifodalaydi, ularning tafsiri shu oyatlarga nisbatan kana bir ra'yki ularning ijtihodi bilan bo'lgan. Demak, yuqorida chekliguvchilarningki, to'squvchilarning 3 dalilini keltirdik. To'g'ri deguvchilarning 3 dalilini keltirdik. Endi Abdur o'zininki shu dalillardan yakunlagan rajih ko'z qarashini bayon qilib, ar-ra'yur rajih. Bu yerdagi kuchli fikr tafsir bir ra'yi depilib minhu şunun ichidan ma huwa jaiz to'g'rilar va minhu va ma huwa mamnu' yani xatolar mutlaq xato deyishga bo'lmaydi, mutlaq to'g'ri deyishga bo'lmaydi. Unda bo'lsa qaysi to'g'ri, qaysi xato desa at-tafsirul jaiz. To'g'ri tafsir deganimiz dal ra'yi mamduh bo'lgan, ra'yi mamduh bilan bo'lgan tafsirki, mamduh biz darsni oldida burun deb o'tdik bu gaplarni. Burungi darslarda ma tarafga dal tafsir bir ra'yini to'g'ri deguvchilarning dalili shu yerga qaratildi. Anikin tafsir muharram, harom bo'lgan tafsir qaysi desa, dal ra'il mazmun bilan bo'lganligini shart sharoitlarini to'liqlamasdan va o'zida salohiyatni hozirlamasdan qilgan tafsirlar, tafsir bir e'lon qilgan tafsirlar, tafsir muharram bo'ladi. Buningga tafsir bir ra'yning chekliguvchilarning dalili qaratiladi-ki, agar to'g'ri deguvchilarning dalili bilan xato deguvchilarning dalili bir yerga akilinsa, tafsir bir ra'y qilishningki, tafsir bil ijtihod bilan tafsir qilishningki shartlari o'tirg'i chiqadi. Shunga Ibn Taymiya rahimahullah tafsir bir ra'y bilan tafsir qilishning qisilish haqidagi imomlarning aqvollarini so'zlab bo'lib, masalan, o xato, bu xato, Umarning Abu Bakr radhiyallohu anhuning bir gapi bor. Qaysi zamin meni ko'taradi, qaysi osmon meni qo'yniga oladi degandek. Ibn Umar radhiyallohu anhu to'g'rilik gap bor va boshqa salaf imomlar to'g'rilik, shu tafsir qilsa unda oldi, bunda oldi degan bir cheklimi xarakterli gaplarni deb bo'lib, fa hadhihi al-athar bu jumla o'tgan darsning boshida buni ma'u sahih asarlar va ma shakalaha shunga o'xshagan salaf imomlardan kelgan manda gaplar nimaga qaratilgan desa, tafsir haqida ular uchun shunga qarata bilim yo'q gaplar bilan gap qilishni qiladi. Bilmagan taraflari gap qilishni qilganligiga dalolat qiladi, qaratiladi, mahmula degan qaratiladi. Ammo qandaq odam tafsiridan, lug'atan, shar'an biladigan ma'lumotlar bilan so'zlasa, ya'ni bilsa amali so'zladi, fala haraja alayhi deb Ibn Taymiya rahimahulloh bundan yakunlagan. Ndog'anda biz shu yakunga kelsak bo'ladi. Tafsir bil ijtihadning ichidan mamduhlari va to'g'rilari va xatolari. Ham ilgirki mazmunlar, burungi turqi tafsir va shunga munosabatlik shu tafsir bil ijtihadga munosabatlik o'rinlarda bir qitim chiqib bo'lgan, biz buni izohat bergan kitoblarda ma'lum darajada tushunchaga kelgan bo'lgancha biz tezroq so'zliq chunki o'tib ketib bo'lgan mazmun. Tafsir bir ra'yil mamduh sahasida yozilgan eng muhim asarlarga qarasak, ya'ni mushu xildagi tafsirda yozilgan kitoblar intayin ko'p bo'lib, qadim hadisda shularning qatoridan birisi Mafatihul G'ayb, Faxr Razininki, Anvarut Tanzil va Asrarut Ta'wil, Baydawi deb mashhur aramizda, Madarikut Tanzil va Haqqaiqut Ta'wil, Tafsir Nasafi, Lubabut Ta'wil, fi Ma'ani Tanzil, Tafsir Khazin degani shu, Al-Bahrul Muhit, Abi Hayyanninki
tafsir Jalalayn hammalarga ma'lum mashhur tafsir Irshadul Aql Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim Abu Sa'ud Aymadininki Ruhul Maani fi tafsir al-Quran al-Azim wa Sab'ul Mathani tafsir Ulusi deb manda ma'ruf tafsir Kalamul Mannan Sa'dininki tafsir Sa'di deb atab qo'ydi Mahasin at-Ta'wil Jamoliddin Qosimininki tafsir Qosimi deb atab qo'ydi Mavlana hammasi tafsir bir ra'yil mamduh bilan yozilgan tafsirlar shu sohada. Endi bir tashvish orqali bir ra'yil mazmum xildagi tafsirda yozilgan kitoblar. Endi demakchi o'g'ini masala va tafsirlar Tanzihul Quran al-Mata'in Abdul Jabbar al-Hamzani al-Mu'tazili masala shu uning e'tiqodida tafsir Kashaf bunayt isil tafsir ammo Abturuningki Mu'tazil aqidasi nayt shayliq singdirib o'tilgan diqqat qilmaganda o'quvchilarga salbiy ta'sir berib qo'ydi e'tiqod jihat ko'z qarash aqida jihatda Majma'ul Bayan fi tafsir al-Quran tafsir kitabullah al-Aziz tafsir al-Quran al-Azim haqa'iq at-tafsir al-Mizan fi tafsir al-Quran at-tafsir al-Kashif Hamyan az-Zat ila Dar al-Ma'ad Al-Bayan fi tafsir al-Quran qatorliq yuqoridagi shoz tafsirlar hisobda. Bizning yurtlarda yo'q alhamdulillah. Bizning atrofimizda yaqin yo'lmoqliq hammasi ma'lum darajada aqida va boshqa jihatlarda ko'z qarashda masala tafsirlar, ya'ni o'zining xohishi ishqindirilgan tafsir deb qaraladi. Shunga hozir aylash kerak. Ammo ilmiy nuqtadan ma'lum mustahkam o'ringa ega bo'lganlar ilmiy nuqtadan foydalansa bo'ladi. Mana ma'vo bizning 7 turlik manhajut tafsirning 4-inchisi bo'lgan manhajut tafsir al-aqli yoki manhajut tafsir bir-ra'yi yoki manhajut tafsir bil-ijtihadningki ahvoli. 5-manhaj shu 7 turlik manhajut tafsirining 5-manhaj manhaj at-tafsir al-ijtimoiy, ya'ni al-manhaj at-tafsir al-islahiy desanlar bo'ladi. Ya'ni ijtimoiy islohotni asos qilgan shuni ko'zlagan tafsirlarning manhaji. Hina nazala al-Qur'onul Karim. Qur'oni Karim tushgan vaqtida kishilar qattiq nidolliqda, qarg'ulacha ozg'unlikda bo'lib, ularning jamiyatida jahiliyatning shakllari turlik xilma-xil bo'lib ketgan. Shariatdagi qonun o'rmonlikning qonuni, ya'ni kuchliklar ojizlarni yeydigan. Ularning odati bulab talash. Ularning ma'budi bo'lsa butlar. Kishi ulardan qizni ko'motidi, lali shay, hech narsani deb emas, illaki nomusdan qo'rqib. Kishi o'g'ilni ko'motidi, lali shay, hech narsani deb emas, illaki ochlikdan qo'rqib. Ularning orasida urushlar uzun yil oddiy eg'zoga og'uchligi yo'q. Sabablar tufaylidan janglar o'tib tashta'il hurub degani janglar qaynab ketadi. Janglar yiqilib ketadi. Ular har xil dais, g'obra qo'qlash har xil nomdagi janglarni qanday qilgan ibbagan tarixda uzun. Demak, ashta bir qanday bo'lib ketgan jamiyat, titma bo'lib ketgan jamiyat, ya'ni qattiq titilib ketgan jamiyat mana shu vaqtda. La sghila diniya tuvahhid sufufahum. Ularning sablarini birlashtiradigan diniy aloqami yo'q orasida. Birisi Yahudi, birisi Xristian, birisi Buddist degandek. Va yoki ularning sha'ni shavkatini kuchlantiradigan siyosiy bog'lanishim yo'qki, ya mustaqil bir chegarasi etiklik bir davlat emas ular. Va yoki iqtisodiy manfaatini yo'qki, ularni orasida bog'lab turadiganki, xuddi hozirgi dunyodagi manchi davlat boshliqlari yig'ini yoki manda hamkorlik tashkiloti degandek iqtisodiy manfaat asos qilgan bir ularning nimasi yo'q o'tirishini bog'lab turadigan. Demak, ular asosan vayron bulab ketish girdog'i berib qolgan kishilar demakchi. Ularning jamiyati shunday qalaymoqan jamiyat. Nazala al-Quran va hum ala hadhihi al-hal. Quran ular musha holatda turib tushdi. Ularning o havoga qarab o'ng'ishli deb hech kim o'ylamaydi. Ahvolda e'tiqod jihatda, ko'z qarash jihatda qattiq chiriqlashib ketgan, axloq jihatda qattiq buzilib ketgan kishilarning umumiy turmush tartiblari asosan xuddi o'rmonlik tashg'andeklar bir holatga kelganda, shuning bilan Qur'on ularning axloqini pokizladi, aqidasini to'g'riladi, ularning bilini chingitdi, ularning irodasini yengiladi, sablarini birlashtirdi, orasida fazilatni taqatdi, odat va ijtimoiy urflarining hamma izqo'g'lab tashirib, sahihini sahihda bekitdi, nacharidan qanday qildi ogohlantirdi. Qarg'udek bo'lsak, ma ummat sanaqli bir yilda necha yil hisobda Makkadagi 13 yilni qo'shsak 23 yil. Uni qo'shmasak 10 yil. Bir necha yil, amati 23 yil degan bizning hayotimizni ko'zni yumib, ochiqcha o'tib ketdi masalan. Dahi hayotimizda chiqib turamidik. 23 yilda bir millat o'zib ketgan gapda faida bi hadhihi al-umma. Qarg'udek bo'lsak, ma ummat sanaqli yillardan ojiz, boshqalar uningga parvo, boshqalar tarafidan uningga parvo qilinmaydigan bir ojiz millatdan
ve onun itibarı meylenmaydigan ornumu yok. Devletler otursa heybetim yok devletin en büyük kalem ve elem sahibi olan, elem ve kalem sahibi olan bir millet aylandı. Dünyadaki kişilerin rahmetle yaşaydıgan bir milletin. Şark tarafından Prusya, Garip tarafından Rum iki imparatorluqninki taşlap bergen, xuddi so'ngkini yaşaydigan anaqa boshqalarning taşlap bergan narsa, yaşaydigan odamga o'xshash iki imparatorluqning o'rtasidagi bo'pti deb ko'zgilmay taşlap qo'ygan bir yerdagi oddiy millatdan ikkili imparatorluqni bo'ysundirgan, ikkili imparatorluqni vayron qilgan oxirida taxtlarini musulmon qo'lda vayron bo'lgan bir cho'ng dunyoning nazarini o'ziga tortgan bir millatga aylandi. Demak, bu yerda Abdur şunu ifadelememek ki Kur'an'ın aşta küçü var demekçi. Kur'an aşta bir aciz haletten müştak haletlerine ötküzerleydi. Fazilet tarqıdı. Din hükümranlık ornuğa çıktı. Müslümanların şanı şevketi küçeydi. Devleti kengaydi. Demek, fefi degeni ki hulasını demek, muşa ehvallah bu nezriye emez. Bu ötken reallik. Bunu dost ve düşman hemisi itiraf kılıdı. Tarih itiraf kılıdı. Aşta bir cemiyet boğan. Aşnonga qaragан vaqtda fafil Qur'on. Qur'onda ijtimoiy kasallarninki doğrusi bor. Siyosiy masalalarning shishimi hal qilish chorasi bor. Oilaviy masalalarninki hal qilish chorasi Qur'onda bor. Ondan keyin cho'qim buni qizib chiqish kerak va bizning jamiyatimizdagi shunda ijtimoiy, siyosiy va oilaviy masalalarni hal qilish kerak. Bugungi jamiyatimizmi siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va oilaviy masalalardan müşküllerden boş cevap atmakla hazır. Del bunu hal kılışının birden bir çaresi del Kur'an'ın izleş. Xuddi Kur'an şu miladiye 7. asırdaki şu cahiliyet yaşayan Araplarını ıslah kılalgan Kur'an bizni çokum ıslah kılalaydı. Deb qarab lihada şu tüpeylerden ittecahet taifetu minel mufassirin. Mufassirlerden bir bölüki ma ayetlerge köngül bölüp şu ayetlerin tefsirde kengeyişke yüzlendi. Nimde bize özürünün cemiyet meselelerini, kıyınçılıklarını hal kılışını izler. Şunu öyle mufassir özünün cemiyetige xuddi teşhir etken doktor kisel izlep teşhirgen doktor qaraganda qaraydı. Doktorunun küzülen qaraydı. Şu özünün cemiyetinin illetlerini birden bir tunup bilip çıkıdı. Hatta ki doğru tunalga iza arafa dengep kiselni tapap tunalga vaqtida andan Qur'onga doğru ve davalash hal qilishni izlab Qur'on qaraydi. Fa iza wajadahu Qur'ondan topalsa tawassa'a fi sharhihi. Uni izohlashda kengaydi va bayon qilishda kengaydi. Va o'zining qavmini shuni ching tutishga qiziqtirdi. Shuning bilan mana maqildiki maqilgan tafsir bilan tafsir turlaridan bir tur maydonga chiqdi. U o'simi al-islah al-ijtimai. Tafsirul islah al-ijtimai. Ya'ni jamiyat islohat xarakterini o'ziga olgan, ya'ni islohat xarakteridagi tafsir deb mana bir tafsir maydonga keldi. Endi albatta boshqa umumiy tafsirlar bor. Sura Nasdan tortib, Sura Baqara, Sura Nas, Sura Fatihadan tortib, Sura Nasgacha Qur'onning hammasini tafsir qilgan. Bular bu oyatlar o'tib ketamdi, bular tafsir qilgan, yo'q tafsir qiladi. Bularning g'ami Qur'onni umumiy tafsir qilgan bo'lgancha hamma oyatlarga o'xshash haqqini berib, sizlar o'tib ketib qoladi. Ammo ma'qildagi tafsirlar boshqa oyatlarni asosan qo'yib turib, ma'qildagi oyatlarga alohida ko'ngil bo'ladi. Shunda davotida tur, amaliyotda mufassirlarning hammasi mushoyatlarni tafsir qilib, tushuntir izohlaydi. Lekin ulardan bir biliki ma'ayatlarning qarshida turib tug'andimi fatutilul wuquf uzun turdi. Ve ma'ayatlar bilan o'zining jamiyatida hukm surayotgan shu Qur'onga yoki oyatlarga zid ishlarning o'ttirini bog'laydi. Ma alayda to'xtaydi degan gap. Shunda bo'lganda bu oyatlarning tafsiri ma alohidlik bilan farq qilinib turadi, ma shakldan shaklga kiradi, ayrim bir turga aylanadigan gap. Mushu yo'lda mangan asarlar bor. Intayin ko'p. Masalan, Tafsirul Manar Muhammad Rashid Rizzaninki, Tafsirul Muraghi Ahmad Mustafa Muraghininki, Tafsirul Qur'onul Karim Mahmud Shaltutninki, Safatul Asar wal Mafahim Abdurrahman ibn Muhammad Dosirininki, andan Sayyid Qutbning Fizlal va hammalarga ma'ruf tafsir. Mana bu 5-manhaj, manhaj at-tafsir al-ijtimai. Yani manhaj at-tafsir lil-islah al-ijtimai. Mana yoki manhaj at-tafsir al-islahi deb bunda atsaqmi ham bo'ladi. 6-manhaj, manhaj at-tafsir al-bayani. Yani balag'at Qur'onning ifodalash nuqtalari, uslub nuqtalari, balag'atni asos qilgan tafsir. Endi bunga alohida bir manhaj bekitishning sababi chunki Qur'on o'zining mujtahidlik alohidaligini bilsin ko'rsatgan ahvollar bor.
Hammaylar bilamiz, Qur'oni Karim 23 yil jarayonida tushdi. 23 yilninki oldingi 13 yil Qur'oni Karim Makkadagi mushriklar bilan keskin jangni boshdan kechirdi Qur'on. Chunki Qur'on ularni jangga chaqirdi. Mo'chon olsan kel, Qur'oni Karimning o'qishini keltirib baq. Agar men Qur'onni Muhammad o'zining qo'sqidan chiqarib yozib olgan Qur'on bo'lib qolsa, Qur'ondan bir Qur'onni keltirib baq. Yoki bir surani keltirib baq, 10 surani keltirib baq, bo'pti bir so'z keltirib baq dedi. Endi ular shu vaqtning ichidagi til sohiblari bo'lish sifati bilan, balog'at fasohatda voyaga yetgan kishilar bo'lish sifati bilan urinib baqdi, qilolmadi. Bu Qur'onning bir tarafi bo'lib qolsa, undan keyin mayli musulmon bo'lsin, kofirlar bo'lsin, Qur'onni anglagan odamga bir ta'sir qilgan tarafi bor. Masalan, buning tipik misoli birisi Umar radhiyallohu anhu mushrik vaqtida singlisining qashida bir parcha Qur'onni anglab qilish bilan o'ylab baqili qanchalik Qur'on. Singlisining qashida shunda anglaydigan Qur'on, o'qiydigan Qur'on ya bir bat Qur'on hozirgi bizning oldimizga Qur'ondan, ya yarim bat. Echkach bir vara Qur'on. Uningda mazmun jihatda bir olamcha hozirgidek ilmiy mo'jizalar yoki qonun dasturining mukammalligi ifodalanmaydi. Faqat uning ta'sir qilgan Qur'oni Karimning bir ifodalash shakli, uslub, nazmlanan uslubi. Undan boshqa musulmon bo'lgan Umar radhiyallohu anhu bilan. Undan boshqa Valid ibn Mughira o'zi musulmon bo'lmagan, ammo Qur'onning ta'siriga uchragan kofirning misoli. Anglab oxirida hech nima deyolmay, iymon keltiray desa, buni maxsus qushlab avatganlar va keynida, keltirmay desa, odatlik so'z emas, in hada illa sihrun yu'thar degan gap bilan gapini oxirlashtirgan. Ma Qur'on odatlik so'z emas ekan, edingni ta'sir qiladigan sehr ekan ma'vo. Jiq o'yinib, innahu fakkara va qaddar, thumma fakkara va qad. Oyatlarda buning voqeaga bayon qilinadi. O'yinib oxiri nim deyishni bilmay iymon aytay desa keyinda buni qushlab avatganlar va pulmonlar bilan maxsus vazifalar bilan aytmay desa ma Qur'onning bunga qilayotgan ta'sirini bu yushib qolmay oxirida gapdan qutulish uchun yoki boshqa sabablar tufaylidan in hada illa sihrun yu'thar degan gaplar. Qur'on odamga ta'sir qiladigan sehr ekan. Demak Valid Mughiraning bu bahasi, Umar radhiyallohu anhuning imoyatchi, demak musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, Qur'onni anglagan odamga Qur'onning bir ta'sir qiladigan nuqtasi bor. Dal mushu nuqtani markaz qilib turib bir bilik mufassirlar Qur'onni tafsir qilish yo'lini tanlagan. Mushu xil uslub yoki mushu xil manhaj tafsirninki manhaj at-tafsir al-bayani deb ataladi. Bu yerdagi bayonini hammalar bilamiz, balog'iy deb tushunsak bo'ladi. Ya'ni Qur'oni Karimning balog'atlik tafsirininki, balog'at nuqtasidan, balog'atni chiqish qilib turib qilgan tafsirininki manhaj degan gap. Abturdavotida Qur'oni Karim ochiq arab tilidan tushdi. Shundoq bir millatki, bu millat she'rlarga baza, nutqqa yig'illarni o'tkazadigan millat degani. Demak, bularda gapdonlik, til umumlashgan, tildan xabar millat. She'rlarga maxsus to'plam divanlarni tuzadigan va faxr qilish uchun kitoblarni, sijil degani kitoblarni tuzadigan mandaq bir millat ma'vo. Mandaq bir millat demak, tilda alohida yetishgan millat demakchi. Endi Qur'oni Karim shundoq bir ummatga tushdiki, millatga tushdiki, balog'at fasohatninki yugandan tutib olgan va go'zal ifodalash, go'zal mantiq, to'g'ri ifodalash bilan tunilgan bir millat. Demak, til jihatda asosiy millat. Kishilar hali ham 14 asrdan keyin shu kishilarning qasidalarini takrorlab, ularning xutbalarini, ularning nutqlarini yodlayotdi. Til nuqtasidan. Bularni shu xutba musiqasilarni balog'at fasohatning misollari deb hisoblayotdi. Demak, shu gaplardan tushunib olsak bo'ladiki, ular tilda alohida yetishgan odamlar. Ammo Qur'oni Karim shunda odamlarga tutib, ularni til jihatda ojiz qilib qo'ydi-da. Ya'ni shu Qur'on tushgan vaqtda ularning aqllarini Qur'on egallab ketdi. Ularning aqllarini asr oldi. Ulardan akhada minhum kullam akhadligini ularning hamma holatini Qur'on qanaq bo'ldi, egallab oldi. Hamma holatini deydigan, ya qanmadi, boradigan, mangadigan yo'l qanmadi bularga. Nimishqa desa, chunki Qur'oni Karim qandoq bir temada so'zlasa, bularni hayron qoldirgudek so'zladi. İfodalamoqchi bo'lgan mazmuniga akelgan iborat lafzlari intayin to'g'ri keldi. Akelgan ishlatgan so'zlarning ichida bir so'z anda olsa ekan, bunda olsa bo'pti ekan digidek, ya'ni qoldirmadi Qur'on. Tuzgan jumla qurilmalarida mushu jumla qurilmasida sal maslahata qiladi degandek o'rinni qoldirmadi Qur'on. Unda bo'lgandan keyin tabiiylar bu shuncha ashabul lug'a turib, ashabul fasaha val balag'a turib, bular tuzgan she'r, qasidalar ancha-muncha balog'atsizlik, grammatika jihatdagi xatolik
u bu ko'rinib qolgan ahvolda turib Qur'ondan hech qanday qusur. Mana bu Qur'oni Karimning balog'at, fasohat til nuqtalarida alohida uslubda odamni ta'sir qilgan bir uslubda kelganligining ifodasi. Shunlashqa mufassirlar Qur'onning mush tarafini bayon qilish uchun bir manhajga kirdi. Shu manhaj bo'yicha mush tarafini bayon qilishni nishonladi. Mana buni biz manhajut tafsirul bayani deb mushu nom bilan 6-manhajga bekitdik. Aşu şunda bo'lishning sababi annahu fi kulli sha'n yatanavaluhu. Qur'on o'z-o'ziga olgan barliq ishlarda eng ulug' modda pallani tanlaydigini so'z ishlatishda. Va shu moddalarningki maqsadlik ma'noga eng yaqin keladiganini tanlaydi. Va tarqoq mazmunlarni eng o'ziga oladiganini tanlaydi. Va aralashtirishni eng qabul qilinadiganini shunchalik maslashchan hamda. Shunchalik maslashchan. Qur'on zarrachilik so'zni shu o'rin shunga loyiq bo'lgan o'z o'rniga qo'yadi. Huwa ahaqqu biha ya ahaqqu bihi degani shu o'rin shu so'zga loyiq yoki shu so'z shu o'ringa loyiq. Demak, ikkisi bir-birimizga shunchalik mos kelgan o'rinda qo'yadi. Shu darajadagi bir ma'no shu Qur'onning lafzida o'zining so'zlik aynikini mukammal surdini topa oladi. Bir sözmü özünün ma'nosida amin vatanini mustahkam o'rnini topalaydi degani ma'no lafziga shunchalik moslashgan. La yawman bu ahvol bir kun davomlashgan ahvol emas. Aw ba'da yawm yarim kun davomlashgan ahvol emas. Balki ala an tadhhab al-usur asrla 3 bo'yicha asrla o'tgan nurg'un asrlardimi ashta ahvol bo'ldi. Ala an tadhhaba asrga kelyotdi. Bira o'rin o'zining sakinining almashtirilishini istamaydi. Ya biraz sakin öz o'rnidan yo'tilishni istamaydi. Demak, xulosliga alal jumla degan xulosliga vaqtida sizga ma uslubdan balog'at penida eng yuqori namunani Qur'oni Karim qanaqlalaydi, etkilaydi. Eng yuqori balog'atning o'lchimini topalaysiz Qur'oni Karimdan. Demak, bu masalaning xulosliga vaqtimizda va xulosatul amr bu masalaning xulosliga vaqtimizda Qur'oni Karimning ma bayoni bir munch ishlarni o'ziga mujassamlashtirgan bo'lib, uning xulosasi Qur'oni Karimdagi mislsiz ajoyib nazm, qurilma, go'zal qurilma, arablarning uslubiga qarshi qurilma degani, arablarning tilida kelgan Qur'on, arablarni hayron qolgudek menda uslubda kelgan qurilma. Ve nurg'unlagan so'zlarningki eng pasihlari bilan güzel ma'nolarning eng sahihisining o'ttirini nihoyat qaltis shaklda biriktiradigan balog'at shakllari dal bu yerdagi Qur'oni Karimningki bayon, balog'at tarafininki go'zal yorqin ifodasi. Anaga mushta ahvolga chiqqan mufassirlarning bir birliklari o'zining himmatini mushu bayoniy yo'llariga qaratdi va shu bayoniy yo'llarga o'zining ko'ngil bo'lishini berdi. Shuning bilan bayon yo'llarining atrofida shu to'g'risida tadqiqotlar kengayib, maxsus Qur'oni Karimning balog'atini tadqiq qiladigan pallamu avdi. Ma'qildagi tafsir Zahra hazal lawn min at-tafsir. Ma'qildagi tafsir Rasulullahning tafsiridimi oshkor bo'lgan, sahobalarning tafsiridimi oshkor bo'lgan. Shuningdan shu balog'i bayoniy tafsir tunilgan eng mashhur shaxs Ibn Abbos radhiyallohu anhu bo'lib, lug'at tafsirini ko'p qilatdi. Buningda arablarning she'rlariga murojaat qilatdi. Nimishqa alfaz so'zlardan, qurilmalardan tutib qolganligini bilish uchun uning uslubi bo'yicha shogirdi Mujohid va boshqa shogirdlar shu bo'yicha mangan ahvollar bor. Lekin tadvin davridami nurg'un asarlar maydonga keldi. Majazul Qur'on. Majazul Qur'on degani nima? Balog'atli Qur'on emas, kalimatul Qur'on demakchi. Abi Ubaydninki Ma'anil Qur'on, Harroninki Nazmul Qur'on, Jahizninki. Uni boshqa nurg'un asarlar oqa-oqidan kelgan bo'ldi. Qur'oni Karimninki mushtarabdagi mo'jizlikni o'z ichiga olgan nurg'un kitoblar maydonga chiqdi. Tafsirning hammini o'z ichiga olgan kitoblar maydonga chiqdi. Ve bayonga, balog'atga alohida ko'ngil bo'lgan tafsirlar maydonga chiqdi. Masalan, tafsir Kashafga o'xshash Zamaxshariyninki oyatning o'tiridagi bog'lanish munosabatlariga alohida ko'ngil bo'lgan tafsirlar maydonga chiqdi. Bu muammo bayonning yo'llarining ichidan birisi. Masalan, Biqoining kitobi Nazmud Durar fi tanasub al-ayat va suvar degan kitobga o'xshash. Siyutininki Tanasuqud Durar fi tanasub as-suvar degan kitobga o'xshash. Buni ma'qildagi tafsiri, mushu tafsir ulusimi dal mushu xildagi tafsirning qatoridan bu tafsir ulusining ismi bayatimizda o'tdi. Ruhul Nimo Ma'ani. Lekin
muşu eserler, muşu kitaplarının hemmisi muşu bayani manhajni prinsiplaştırılmadı. Hemmisi gerçi özü bilgence Kur'an-ı Kerim'nin balagat fasahatlerini elip sözlevatkan bolsumu zadi Kur'an'ın bayani tefsirinin had hududi nereden prinsipi nereden bunu prinsiplaştıranmadı. Onun belgelerini belgeleyenmedi yollarını. Fakat her bir kitap şu yukarıdaki kitaplardan ma'lum bir taraf yoki bir necha tarafni o'z ichiga oldi. Lekin yangi zamandagi til balogat ahli uzun nazar tafakkur qilish orqali mushu tafsirdagi mushu manhajga bir belgilarni tayinladi. Biz mushu tafsirdagi balogat manhajlarining qadam bosqichini tuandagidek bir necha nuqtaga, bir necha hisobda 6 nuqtaga xulosalayamiz. Qanchazroq deb o'timiz bu yani. Birinchidan balogat nuqtasida Qur'on tafsir qilmoqchi bo'lsa, besib o'tishga tegishli qadam bosqichi manda bo'lishi kerak. Ya'ni bir tema egisi bo'lgan, bir temalik oyatlar uning ba'zi bilan to'planib, ular o'rtaq tadabbur qilinib, shu tafsir qilinishi kerak. Mana birinchi qadam bosqich. Balogat shaklida tafsir qilinmoqchi bo'lsa, ikkinchisi bir tema egisi bo'lgan oyatlar tushish tarixi bo'yicha zamon tartibi bo'yicha tartiblanishi kerak. Mana ikkinchi qilishga tegishli ish. Üçüncüsü nes to'g'risidagi mazmunlar. Masalan, nesning tarixi, asbabun nuzul, nesning to'planishi, yezilishi, qiroat shunga o'xshagan ulumul Qur'onga munosabatli mazmunlar uchun xos bir tadqiqot olib berilishi kerak. Yudras dirasa xossa. To'rtinchisi mushu nesni olib tushgan, yoki nes uningda tushgan mushu muhitning umumiy tadqiqoti oldi bilan bir o'tirib qo'yilishi kerak. Ya'ni mayli osmon, zamin, tog', tuzlanlik, edirlik qatorliq moddiy atrofidagi muhitlarni tushuntirilishi olsun yoki mushu metning tarixi, tuzilmasi, urflari, odatlari qatorliq taraflardagi ma'naviy muhit olsun, mushlarning hammasi oldi bilan tadqiq qilinib o'tirib qo'yilsa, undan keyin shu muhitga yarasha Qur'oni Karimning ma'nosini tushunish qulay bo'ladi. Beshinchisi, Qur'oni Karimningki naslarini so'zliklarida tadqiq qilish. Bu ish xil bo'ladi. Birisi mush so'zlikni lug'at nuqtasini iste'molotini tadqiq qilish. Yani birisi şu sözlüklerinin Kur'an-ı Kerim'deki okşamagan urundaki istimalati ve şu sözlerinin her urundaki mezmun tadqiq qilish qatorliq mush nuqtalar alayda ko'ngil bilish kerak. Oltinchisi, Qur'onning naslerini qurilma bayatni yolg'iz taq so'zlaridagi ma'nosini tadqiq qilsak, endi qurilma ma'nolaridagi tadqiqotni olib berish kerak. Bu grammatika, balogat qatorliq adabiyot fanlarining yo'l orqali bo'ladi. Masalan, nahv desak, nahv degan ma'noni bayon qiladigan, ma'noni muqimlaydigan bir vosita sifati bilan bahs qilinadi. Balogatdan desak, balogat degan Qur'onning uslubidagi qavli go'zallikni suratlaydigan, tasvirlaydigan san'at, adabiyot qarashi. Ondan başqa Qur'oni Karimning uslub qurilmalarida cho'nqur ta'ammul yurgizishga har uslubning nima uchun ekanligini bilish va Qur'onning so'z san'atini bilish, temalarini bilish qatorliq qadam bosqichlar hammasi tamomlangan vaqtida andan keyin Qur'oni Karimni balog'iy shaklda, bayoniy shaklda tafsir qilib deb 6 xil qadam bosqichni qisqacha qanday qilib o'tirib qo'yib berdi. Agar endi yo'layt mushu 6 xil qadam bosqich tafsir bayoniylarda alayda ko'ngil bilinganda yoki ra'y qilinganida yani mislsiz bir tafsir maydoniga chiqadi. Shunga olib turib deyotdi. Telkom yuqoridagi 6si ustoz Amin Xavli tafsir bayoniga sizib bergan eng muhim, eng obrazli qadam bosqichlar, lekin ma qadam bosqichlar ham nazriya bo'lib qolyapti degani, ma qadam bosqichlarni to'liq o'ziga hozirlagan, ma qadam bosqichlarga rioya qilgan shakldagi tafsir hozir qadar kelib boqmadi. Texicha ma manhajning tatbiqiy shakldagi tadqiqoti maydonga chiqib boqmadi. Asarlar maydonga chiqqandan hammasi, hatto Amin Xavli, mushgapni degan Amin Xavlining o'ziningmi faqat nishondan yiroq bir juz'iy urinish. Aniq taqiqliq, iymon taqiqliq, lekin hammasi ayiqlanganlar yo'q. Hatto Amin Xavlining o'zining kamchilikini, buning qudrati yo'qligini mundaq deb e'tirof qilgan ahvol bor. Ya'ni biz avlasi o'zimiz yolg'on aytib, boshqa avlodlarga yolg'on aytib, o'zimizda mukammal bir ixtiyorning borligini gumon qilib, to'liq bir qudratning borligini gumon qilib, bundalik o'ylab o'zimizcha yolg'on aytgandan ma haqiqatni qabul qilishimiz kerak. Ya'ni biz asosan mukammal emas bu jihatda. Bizda kamchilik bor, u haqni aldab, biz degan o'zimizni aldab, biz degan bizning cho'ngi yo'q deb yurgandan o'zimizni e'tirof qilganimiz yaxshi.
Şu bizning mukammalligimiz bor deyilsa, va la in lam yakul lana min al-kamal degan Alloh qasam emasmi? Alloh bilan qasamki, bizga mukammallik bor deyilsa, faqat o'zimizning kamchiligini tunishimiz eng mukammalligimiz. Bizning kamchiligimizni tunganligimiz eng cho'ng mukammallik bizniki. Ana shu bizga yolg'onlarcha o'zimizni ortiq deb baho, tazayyud, az-zaif degan yolg'onlarcha o'zimizni ziyoda ko'rsatgandan "Ma yaxshi" deb o'zining kamchiligini demak e'tirof qilaylik. Buning o'zini nima ifoda etdi desa, "Ma'u yuqorida tilganimdan qadam bosqichlar, intayin izil qadam bosqichlar." Men bayatni dedim-ku, "Ya layt, agar buni tatbiqlay olgan ahvol bo'lib qolsa, intayin go'zal tafsirni biz maydonga chiqadi." Lekin mushu qadam bosqichlarni sizgan odamning o'zining kamchiligini qanday qilyapti? Ammo Allohning fazli hech kimning kam emas. Har bir odam ma'lum sohada xos iznish to'g'ri kelib qolsa, iznib baqsa, cho'qim Alloh bundan bir natija chiqib qolishi mumkin. Va idza kana al-amru kadalik, shunda o'g'aykan ma manhaji yozilgan asarda intayin az, faqat tema xarakterli yozilgan asarlar va masalan mushu Amin Xavlininki Zanjir Saman asarlari va masalan 1 2 3 hisob necha ekan bu? 12. Mushlarning hammasi hisobda Amin Xavlininki tafsir sohasidagi balog'at nuqtasini asos qilib turib yozilgan asarlar. Masalan, min hadil Qur'on al-Qadi va Rasul, min hadil Qur'on fi Ramadan, min hadil Qur'on fi amwalihim degandek oxirigacha min hadil Qur'on al-hukm bima anzalalloh degandek kullu hadhihi dirasat ma tadqiqotlarning hammasi ustoz Amin Xavlin tadqiqoti. Undan boshqa Tafsirul Bayan al-Qur'anil Karim 14-si Maqal fil inson dirasa Qur'oniyya bu o'xshash shaxsiyatul islomiyya al-Qur'on va qadayal inson ma yuqoridagi asarlarning hammasi doktor Oysha Abdurrahmonninki. Demak, yuqoridagidek ma asarlar undan boshqa asarlar men bayatni degandek yuqoridagi manhaj o'ziga to'liq mujassamlagan qadam bosqichli manhaj emas. Laysat illa tadbiqan juz'iyyanki yuqoridagi manhajlarni ma'lum qismiy shaklda, juz'iyligini qismiy shaklda tatbiqlash bo'ladi. Ma manhajni ham ma manhaj to'liq tatbiqlashdan taxcha yiroq turadi. Alloh mush manhajlarni to'liq tatbiqlab, mush sohada mukammal tafsirlarni maydonga chiqaradigan shaxslarni bizga nasib qilsin. Endi biz manhaj tafsirininki 7-siga keldik, ya'ni tazawuqul adabi. Tazawuqul adabi. Ham tazawuqul adabi degan nima? Qisqacha tushundirish bersam, odatda Allah Qur'oni Karim emas, odatdagi kitoblardami ilmiylik va go'zallik degan bir ishga gap bo'ladi. Ma'lum bir asar o'zi o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan temini yuritgandan boshqa anglag'uvchilarga, o'quvchilarga bir xil zavq ato qilaydigan bir xil holat o'ziga mujassamlagan bo'lsa, bu xil asarda adabiy zavq va asar deymiz. Endi har qanday gap o'zining maqsadini asos qiladi. Ya'ni mavduini deymiz. Mavdu degan gap shu asarninki yoki shu kitobninki temis demakchi. Temisni o'tirib qo'yishning uslubi o'xshamaydi. Balkim boshqalarning anglag'usi kelmaydigan tariqada o'tirib qo'yilishi mumkin o tema. Lekin tema yuritilgan bo'lsa-mu, anglag'usi kelmaydi. Boshqalarga zavq ato qilolmaydi. Ammo Qur'oni Karim dal buning aksicha o'zining temisni to'liq yuritgandan boshqalarga nisbatan bir xil zavq ato qiladigan bir xil holat bor Qur'onda. Mana buni Qur'oni Karimninki tazawuqul adabi deymiz. Bu xil tuyg'u, bu xil shuurni Qur'oni Karimni tunji anglagan kishi bayatni darsimizning boshida o'tgandek, mayli musulmon bo'lsin Umar radhiyallohu anhuga o'xshash yoki musulmon bo'lmasin Valid ibn Mughiraga o'xshash kishilar his qila oladi. Mufassirlarning ichidan bu xil zavqni o'zi his qilib va til bilan ifodalab, qalami orqali bizga yuz kurashtira olganlarmi intayin oz. Chunki bunda tuyg'uni his qilgan bilan sirtiga chiqarmoqmi bir masala. Dal mushu xil holatlarni chiqarish uchun bir bilik mufassirlar yuzlangan, mushu mufassirlarning tutgan manhaj tazawuqul adabi bo'ladi. Qolganini avtorim tushuntirishni anglaylik. Qur'oni Karimning zavqi, tuyg'usi deganimiz bir xil ruhiy harakat va ichki ta'sir bo'lib, zoti degani o'zligidan paydo bo'ladigan ta'sir bo'lib, la yamlikul inson lahu radda. Inson buni rad qilishga muqodir emas. Va la yastati'u lahu man'an. Inson uni cheklashga muqodir emas. Balki bu xil zavqning ta'siri insonning ichki dunyosida, ichki sakanatlarida, ichki dunyosida inson xolisun yoki unumusun paydo bo'laveradi. Kimlar? Am biz buningdan Qur'oni Karimning nasliga tunji yuzlangan har qanday kishi his qiladigan va shu kishi Qur'oni Karimni anglash bilan uning his tuyg'usiga tugiladigan hech kim ma'noni maqsad qilyapmiz. Nozik bir xum bor. Tillar digilolmaydigan. Bu qanday gap tillar digilolmaydigan desa, masalan,
Tatlıq nəsin birini yesəngla, so'rayman-da, tatlıq mı desa, tatlıq deydi. Qanday tatlıq desa, tatlıq bir xil tatlıq. Digilolmaydi uni. Açıq narsalar var, qanday açıq, bir xil açıq. Naydi huzurluq bir ishlar var. Qanday huzurluq, bir xil huzurluq. Digilolmaydi qan. Qur'onda bu ashta bir taraf bor demakchi. Ba'zida mushu tuyg'u qimmat qarashini so'z bilan isbotlayolmaydi. Vaqt la yasati'aka isbotlay masligi mumkin. Bu nima gap bu desa, bu ahvolning asosiy sababi tuyg'u qimmat qarashi bilan ifoda qimmat qarashining o'tiridagi munosabati bog'liqki, o'zi his qila olganini ifodalayish hammadan yo'q ahvol. Chunki ba'zi insonga shunday bir tuyg'ular kechib qoladiki, insonga so'zlarning hammasining ichidanmi shuning bilan a tuyg'uni ifodalaydiganlarini topolmaysiz. Bunda topamaydigan bir ahvol bo'ladi. Shuningcha jinlardan bir biliklar Qur'on anglagan vaqtida ular tuygan narsani sifatlashda söz topamaganda illaki acaba inna sami'na Qur'anan ajab. Ajoyib Qur'onni oldik. Qanday Qur'on ajoyib. Demak bir xil ishki dunyosida yuz berayotgan o'zgarishlarni tasvirlaydigan, ifodalaydigan gap topamagan. Ajoyib. Mana Sayyid Qutb rahimahullohga qarasak, mushu ma'noni bayon qilib davatudi. Inna fi hadal Qur'on, ma Qur'onda bir xos sir bo'lib, buni Qur'onning nasriga to'n yuzlangan odam his qila oladi. Yani onundaki mövcudlik urulunu bahs qilishni ilgili. O adam deydi. Qur'onning iboratlaridagi bir xos kuchni his qila oladi. Va shuni his qila oladiki, bu yerda aql oyatning ifodalaridan biladigan ma'nidan boshqa bir narsa borligini. Ya'ni bu yerda bir tur bo'lib, Qur'onni anglash bilan odamning his tuyg'usi tugiladigan bir turning borligini inson his qila oladi. Bir xil odamni bir xil bir xil hissiyot borda. Şunlaşqa fa inna minal mashaa'ir. Yani Qur'onni anglag'uchining his tuyg'usi to'kiladigan tuyg'ularning ichidan so'z bilan uni ifodaligili bo'lmaydiganlari bor. Mana Sayyid Qutb rahimahulloh bu sizga yetarlikmi shuning gapi? Ashunday mahalligini e'tirof qilib deydi. Qur'onningki mening his tuyg'umga bo'lgan bevosita ta'sirini mening so'zlarim va ifodalarimda sizlarga tushuntirib berishim mahol. Qalbimga qilgan ta'sirini davatidi. Shunlashqa doimo men his qilgan, Qur'onning his qilgan hissiyat bilan kishilarga ma fizlalda tushuntirib berayotgan, izohlab berayotgan ma mazmunni o'tirda cho'ng, yushqi bayon qilaman degani ma fizlal men his qilgan Qur'oni Karimning ichidagi mazmun bilan orliqda xililanim bor, orliq bor demakchi. Demak, mening hissiyatim emas, mening hissiyatimga yetmaydi ma fizlal demakchi. Albatta endi mufassir ichki dunyosiga mushu his tuyg'ular, mushu shuurlar, mushu his tuyg'ular tugilib bo'lgan mufassirni biz to'xtatib o'zi to'g'ri ko'rgan so'zlar bilan ifodalayman desa, buningdan biz tusash oson emas. Madam u mufassir naslarning ma'nilaridan chiqib ketmasa, dalolatlardan chiqib ketmasa, alfozlar yoqlashib ketmasa, demak, tafsir prinsipidan chetlanib ketmasa, o'zining his tuyg'usini ifodasi bo'ladi. Uni biz unda his tuyg'usini ifodalayman demaymiz, chunki o'zining huquqi. Unda bo'lgandan keyin musha xildagi tafsirlarmi ham bor. Ana biz buning bir taraflarini bir izohlab chiqaylik. Biz bu yerda mushu ishlardan keyin shuni deya olamizki, Qur'oni Karimning tazavvuqul adabi ikki muvozanat ustida turadi. Birisi zot, birisi mavdu. Zot deganimiz ichki tuyg'uni ko'rsatadi. Mavdu deganimiz Qur'oni Karimning ilmiy mazmuni. Albatta zotning nas va nasga bo'lgan tuyg'uga cho'kish tarafda haqqi borki, Qur'ondan bir xil his qiladigan hissiyat bo'ladi zot tarafninki. Ya'ni shu darajadaki hissiyat Qur'ondan bo'lgan his tuyg'u nasni eshib ketadigan to'liq supularning cho'kib ketishiga yetmagan asosda zohir ma'no tashlab qo'ydi. Endi mana supulardek biz Qur'oni Karimdagi bir boshqacha bir ma'noni tushunib ketdik, boshqacha hissiyat bor bizda deb Qur'onning ma'nosini u yoqda qolib qo'yib, lafzlaridan tashlab o'tib, o'zgacha aqidadigan mana shaklda bo'lmaydi, menga bo'lmaydi. Manda bo'lmagan ahvol aslida zotning haqqi bor. Mavzuning degani Qur'oni Karim o'ziga olgan mazmun teminingmi shuning lug'at mazmunini chang tutish, shar'iy hududlarini chang tutish, sog'lom, to'g'ri bo'lgan ma'nolarga inchga eskartish, uning ma'nolarining taraflarini chang tutish, mazmunlarining taraflarini chang tutish, uni o'ylab ketmagan, yiroqlashib ketmagan asosida buning haqqi bor. Chunki Qur'oni Karimni ifodalashda Alloh bir maqsadlarni ifodalash uchun kelgan bo'lg'achqa o'zining temisini yoritib berishi kerak, ham insonga ta'sir qilishi kerak. Temisini yoritish kerak, insonga ta'sir qilish kerak. Demak, zotningmi, tuyg'u tarafningmi, zavqningmi haqqi bor, mazmun ifodalashning haqqi bor.
Zat bilan mavduning yana ichki tuyg'u bilan oyatning temasining o'tiridagi muvozanat dal shu muvozanatning sahibini tazavvuqul adabiy maydonda muqarrarlashtiradigan bir muvozanat bu. Shu muvozanat tamponliq miqdorida mufassirninki muqimligi, mustahkamligi, sog'lomligi shu miqdorda bo'ladi. Agar zot tuyg'u taraf shunda temini eshib ketsa, qilayotgan tafsirda asosiy mazmundan chetnab o'zining ichki dunyosiga tushib ketib qolsa, bu tafsir doirasidan so'pilarning tafsir doirasiga chiqib ketdiki, asosliq haqiqatga, dalilga tayangandan ko'proq xiyoliga o'zining vahmisiga tayangan bo'lib qoladi. O'zining sohibini cho'nqur xiyol dengizga akitdiki, mustahkam qoidalarga tayanmaydigan, mustahkam prinsiplarga tayan, balki to'lqinlab, so'qilib, xuddi havoda pay so'qilgandek. Dal mushadin batiniy yo'llar, so'pilarning batiniy yo'llari Qur'oni Karimning tafsirlarida qana qilishga, xatolashga, chatnitib o'tishga mushahid kirganki, nasl munosabat yo'q, mazmun, balki Qur'ondan uzuk. Hatto dindan uzuk holatda tafsir qilgan ahvol mushahidning shakllangan. Qur'onning asosiy mazmunidan chatnab, o'zining istiyosiga berilib ketganligi uchun agar tema zotdan eshib ketib qolsa, ya'ni mavzu, shu Qur'on o'tirib qo'ymoqchi bo'lgan fikrni asos qilib, o'zining ichki dunyosining his-tuyg'ularini ifodalamayman bu yerdaman deb temani asos qilsa, bu tazavvuqul adabiy doiradan sop nuqul ilmiy tafsir doirasiga aylanib qoladi. Bu ma'lumotga, odamga ta'sir qiladigan, vijdoniyatni qo'zg'aydigan bir narsa qolmaydi bu yerda. Va nafsning jazdorlik taraflari, nafsni jazb qiladigan, o'ziga tortadigan, vijdoniyatni qo'zg'aydigan taraflari torlashidi. Va uning naslan bo'lgan munosabati taralishtirsa mufassir nas ikkisi o'tirida munosabat bo'lmagan, aralish bo'lmagan ikki guruhga aylanib qoladi. Xolos, haqiqa ta'sir qilmaydigan, bunlar xuddi birisi bilan maslasholmagan, g'ichilib qolgan yog'och taklamchi. O'tirida tajozublik yo'q. Shu vaqtning o'zida mufassir faqat bir olat, mashina odamga aylanadi. Anda, ma'munda, ana mazmuni, mana mazmuni, manadan chiqilgan mazmun, deb turiblar ma'nodagancho. Yani onunda ve onun ma'mulini o'tirdi faqat qana yo'q, maslishchanlik yo'q. Asli kirishib ketish kerak mufassirlar, tuyg'u ishki tuyg'usi. Endi Alloh ustoz Said Qutb rahimahullohni muvaffaq qilib Qur'oni Karimninki mukammal bir tafsirini dal mushu xillik tafsir bo'yicha, mushu xillik yo'l bo'yicha yozdiki, bu tafsir Said Qutbning yo'lini yag'an degani Said Qutb mush tafsirlar Said Qutb bo'lgan. Hammalarga Said Qutb mush tafsirlar tunilgan. Dal mushu tafsir Said Qutbning yo'lini belgilab bergan tafsir. Dal mushu tafsir Said Qutb buni qilgan tafsir bo'lib, lam yakat yuraf illah degan Said Qutb mush tafsirlar tunilgan asosan. Said Qutb qilgani shu. Hech kim asosan Said Qutbdan keyin bu yo'lda asosan minib boqmadi. Deb Abdur 7-chi manhaj, tazavvuq al-adabiy manhajini mishada to'xtatdi. Biz ham de mishada to'xtatishga majbur. Shuning bilan bizningki manhaj tafsir haqida 7 manhajni bayon qilgan darsimiz shuning bilan oxirlashdi. Alloh hammalarga manfaatli ilm ato qilsin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.